Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Keling, direktimizga kelgan savollarga javob berib o'tsak. Xurrak otish yuqumlimi er-xotinlar o'rtasida? Yo'q. Yuqumli emas, rahmat. Xurrak otib yotgan odamga zararmi yoki sherigigami? Agar buni turmush o'rtog'i va rafiqa o'rtasida oladigan bo'lsak, xurrak otuvchiga zarar. Aytaylik, turmush o'rtog'i xurrak otyapti odam. Bu og'iz qurishiga sabab bo'ladi. Chunki og'iz orqali nafas olingan bo'ladi. Bunda xurrak otganda burun orqali nafas olish to'xtab qoladi. Keyingisi bu ortiqcha vazn yig'ishga ham sabab bo'lishi mumkin va yurakka nagruzka hisoblanadi. Insultlarni, infarktlarni ham sababchisi bo'lishi mumkin va boshqa bir qator sabablarni ham chaqirib keladi. Xurrak otishni davolasa bo'ladimi? Albatta, va buni birdaniga jarrohlik, ya'ni operativ usul bilan davolashga shoshilish kerak emas. Sababi buni konservativ usulda mashqlar hamda vazn tashlash, ya'ni ozish orqali ham zo'r natijalarga erishsa bo'ladi. Rafiqasiga zararli tomonini ko'radigan bo'lsak, men talabaligimda bitta maqola o'qigan edim. Xurrak otganda xurrak otish ovozi desibelda o'lchanadi. U baland hisoblanadi. Bizlarning quloqlarimiz normasi uchun, norma bo'sag'asidan baland hisoblanganligi uchun ayollarni eshitishiga ma'lum miqdorda ta'sir qilishi mumkin. Agarki xurrak davomiy har kungi bo'lsa. Bu narsani iltimos qilgan bo'lardim. Xurrak otishga jiddiyroq yondashishlarini sababi statistika bo'yicha 10% ajrimlarni sababi xurrak hisoblanar ekan.